Hammaga assalomu alaykum. Bugun kvartiramiz 3 xona 4 xona qilingan. Kvadrat nechi buni? Bu mana vxod. Kvadrat nechi? 67 kvadrat ekan. Sanuzil разделен. Ko'rishingiz mumkin. Yangi remontdan chiqdi kvartiramiz. Kvartira o'zimizniki. Faqat sifatli narsalar ishlatilgan. Санузел разделен. Бед родительская спальня. Кровать. Sifati yaxshi narsalar ishlatilgan. Shkaf. Pardalari mana hammasi qo'ydaviy. Batareyalari yangi. Bu mana zal. Bitta mana yana xonasi bor. Komodalar. Hamma sifatli narsalar ishlatilgan. Buni kimni ikkita o'g'li, bitta qizi bo'lsa, juda zo'r variant. Ikkita balla bitta yashasa, qizni o'zini mana xonasi mana bu bo'ladi. Kuxnya balkonga chiqqan. Zo'r joyda. Sarvar, buni etaj nechi edi? 5 ta 3 yo 4 ta 3 mi? 4 ta 3. Narxi esa 88 ming dollar. Kelishiladigan joyi bor. Kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, xarakteristika qoldiraman. Telefon qilinglar, yozinglar. Hammaga rahmat. Salomat bo'ling.